2024-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobilni ko'rsataman. Mashina holati zo'r. Kraskalari top-toza, atiga 17 000 km yurgan, laboylargacha but-butum, trostikgacha yomg'ir yog'di, shu yomg'irda qolib ketgan ekan. Xo'p, yaxshi sendwich bortlarda -5 gacha xolodilnikni muzlatadi, bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Lelonlarigacha tayyor qildirib qo'yishgan, mana 17 000 km yurgan Labo refrigerator, bemalol ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Xo'p, dokument masalasiga keladigan bo'lsa, Nobog'da ofarminasiga pul yetmay qolsa, 2 oygacha gem berishar ekan, bemalol gaplashib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bortlarini hamma yog'ini ko'rsataman. Mana hamma yog'i zo'r holatda. Bemalol tekshirib oladigan joyi. Xohlaganingizcha mana bu joyini temirlarni bitta qora kraska sepib qo'ysanglar, Washington bo'ladi. Balonlarning ham holati zo'r, metan gazlarigacha bor, tayyor Labo avtomobili. Olib mazza qilib haydashingiz uchun eng arzon kanalimizda bor yo'g'i 8800 ga beramiz. Ujib qolinglar, bosib olinglar.